Qo'shqonlarimizga 5 yulduzli mehmonxona qurib beramiz. Qani yoqamikini ko'ramiz oxirida. Kvartira qurishni boshladik, ko'ramiz. Xohlasa mana shu ideal chiqdi. Nomor bilan Lux. Qo'ylarni qolib ko'raylikda qanaqa turarkan endi. Xursand bo'lib ketsa kerak. Tasmana, tamam oldu. Ses oldu. Donalarcha qiynatishdi. Nasib, uni to'g'ri. Mana ikkitadan to'rtta qo'ygan oplangan. Nomi bilan Lux. Hali, lakma qilib tayyorlasizlar. Akalar, nasib xudo xolasa o'rnatdik. Qo'yxonamizni bitta ko'rishlarga ahamiyat beringlar. Unda o'sha ikkitadan to'rtta qo'yga moslangan. Razmerlari qiziq bo'lsa 2,5 metrga 1,5 metrli. Buni ko'rdilar, yig'ilib sochiladigan, xohlagan joylarga istamoqqa qilsa bo'ladi. Yig'ilib sochiladi, po'taxtali, oralari ochiq-ochiq go'nglar tushib ketadigan holatda bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdan nomerlar qolamiz, bemalol orqaga chiqinglar. Video yoqqan bo'lsa, tanish jigarlar yaqinlarga tashlab qo'yamiz, bittadan like qilib qo'yamiz.